elitalardan o'sha birinchi sevetdagilar yetib keldi. Zot ishqibozlariga, seleksioner akalarimizga tarqatib qo'yamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa zo'rlardan keldi mana, tozalardan. Ha, Sardorbek? Xudo xolasa Zafarjon o'ta ideallardan keldi bugun. Qo'yilgan yo'q. Yo'q, 3 million 400 ming so'm. 3,5 dan berishingizni hamma biladi. Mo'jangiz 3,5, lekin 100 mingdan kam berishadi. Like bosib, obuna bo'lib. Like'ni bosishadi. Obunachilar mana haqiqat zo'rlaridan seleksioner akalarimizni tavsiya qilamiz. 3 dona ko'k, 3 dona kashtandan. Nega Sardorbek bular? Ha, mana. Sardorbek. Mana obunachilar mana yarichka qo'y so'raganmidingiz? Haqiqat zo'rlaridan, tozalaridan. Bugun narx portlataman deyapsiz? Narx yonib ketadi bugun. Xudo xolasa yengil bo'ladi narxlari. O'ta arzon chiqadi, to'g'lilar ham bo'g'ozdan ham o'ta arzon chiqadi. Arzon ha? Vobsha arzon. Barralar ham zo'ridan kelgan deyapsiz. Barralar ham o'ta tozalardan. Yengil puli. Bugungi ham 5-6 partiya bor. Like'ni bosib, obuna olib tursin. Vobsha zo'r chiqadi bugun. Hammaga assalomu alaykum, qadrli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilar. Qadrli obunachilar, buni qarang. Yuzlari haqiqiy tozalaridan buni qarang. Haqiqiy og'onga o'xshaydi bu jonivor. Arashandi ham o'sha tozasidan yetib ketmana. Yungilari yo'q, qiynalmaysa kerak Sardorbek bularda. Xolasa kuzgacha boqib turishadi, ash qo'chqorni o'zini qo'shib yuborishaveradi. Qo'chqorni bitta ushlab qo'ying, ko'raylik. Bitta qo'chqori bor ichida. Mana afg'ongacha chiqqan arasha. Razillarni qarang. Lekin dumbasi umuman osilmaydi. Bitta dahshat, xolasa zo'ridan ekan-a bular. Yuzlarini qarang, garbonos deysizlarmi? Xudo xolasa qo'ydi, ayni nuqsoni yo'q buni. Xudo xolasa qonini qarang, bir hafta sinab olishaveradi. Bexijolat o'z yunglari ham ko'chgan mazza qilib boqishadi buni. Xudo xolasa zo'rlardan ekan. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida 2026-yil 1-aprel haftani chorshanba kuni obunachilar videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib qo'llab turasizlar. Qo'ylar zo'rlari kelgan. Sardorbek, hop bu yerda nechta qo'chqor, nechta o'g'li bo'lyapti shunda? 5 ta urg'ochi, bitta qo'chqor. 6 ta soni. Soni 6 dona, bitta qo'chqor shunda 5 ta urg'och. 5 ta urg'och, ha? Ha, to'qli hammasi. To'qli qo'zilar. Bu yil avgust sentyabrda qo'chadi, ha? Ha, bu yil qo'chqorni o'zini qo'shib yuborishaveradi. Qo'chqorni o'ziga ishlayveradi. Bu boshqa partiyadan, ha? Bu boshqa partiyadan. Bir oila emas. Endi mana xudo xolasa bir oila bo'ldi mana. Ketaveradi, ha, bir joyga. Ha, bir joyga ketaveradi. Xudo xolasa narxlarni yengil qilib bersangiz, lekin buni yengillari yo'q. Quloqlarni qarang, toza arashallar. Xudo xolasa hammasi shalpon quloq, zo'rlardan oyoq qo'li uzun bo'ladigan narsalar ekan-a. Shunda ichida emas, xudo xolasa. Ko'zlaring ko'rib turgan narsani olaverasizlar, obunachilar. Mana buni qaranglar. Yurish-turishlarni yaxshilab ko'rib olinglar. Sardorbek to'g'risi obunachilar uzoqdan turib olishadi-da. Juda ko'p yerda obunachilar kuzatishyapti. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bitta o'lchab qo'ying bo'ylarini ham. Dol, mash qo'chqordan boshlaylik-a. Qo'chqordan ham o'lchab qo'ying. Bo'ylarini bir aytib qo'ysangiz, mana. Obunachilar necha chiqsa o'shanga olasizlar. Qaniga pul berishaveradi. Xudo xolasa 80 ga borib qolyapti. 80 ga boryapti, mana. Sizlarga nimaga bo'ylarni aytmaysizlar deydi mana. Obunachilar, endi mana chiqqan-da mana. Chiqqaniga pul berishaveradi. Xudo xolasa mashni bir xil olib mashlarni tashlab qo'ying, lekin turgan puldan foyda yo'q. Maza qilib baraka topasiz. Oling mana shularni obunachilar, lekin zo'r narsalar kelib qoldi. Ulgurib qoling. Like bosinglar desang, nimaga like bosadi deb kechagina bir kishi kommentariyada yozishdi. Like bossa shu obunachilar ko'p odamga tarqaladi, kengroq tarqaladi. Shunga ozgina o'sha nimalaring kerak xolos, yordamlaring. Qo'llab iloji bo'lar-da xolasa sizlarga zo'rlardan chiqarib beradi. Narxlarni ham yengil narxda deyapti. Sardorbek, buni narxini nechtadan qilib berasiz? Obunachilarni kuttirmang. Bularni hammasini olishsin 5,5 million so'mdan Toshkentgacha dastlabki qilib beramiz. Sardorbek 5,5 dan demang. Dangal. Buni 6 milliondan desangiz ham qo'y sizniki. Buni obunachilar olib, bizdan olgan odam ozgina baraka topsa, shu bahri olsa xursand bo'ling. Yengil qilib bering. Buni qo'chqor ham ichida ketyapti Zafarjon. Ketyapti, mayli, lekin qo'chqoringiz zo'r. Bitta endi qo'chqoringizni vaqtlamang. Hammasi ham yaxshi qo'ylaringizda. Bo'pti, 100 mingdan o'tib beraman Zafarjon. Siz Sardorbek miyangiz hali issiq o'tmabdi. Dangalda. Qo'yimiz serob bugunga ham. 5 million 300 mingdan berishyapti, Toshkentgacha dastlabki qilib beraman. Qo'chqor ham ichida ketyapti. 5 milliondan. Yo'q, 5 milliondan kamayib ketadi. Bo'pti, obunachilar xursand bo'lsin. 5 million 100 ming so'mdan.
O'zi yaxshi 5 million 300 mingdan. Zaparcha 200 mingdan o'tib berdim shunda ham. O't beryapsiz. Miyangizdan issiq o'tmayapti Sardorbek hali sizni. O'tgani uchun dangal o'tib berdim. Bo'ldi 5 million 200 ming so'mdan olib maza qilsin. Duo qilib boqishadi. Zaparcha o'z siz obunachilaringiz ham o'tib berdim. Maza qilsa bo'ldi. Obunachilaringiz taraf bo'lyapsiz. Men obunachilar taraf bo'laman. 5 million 200 ming so'mdan bo'ldi. Baraka deng. Ha, bo'pti, like bos. Yengil, baraka. Qo'chqor ham ketdi o'sha narsa. 5 million 200 ming so'mdan obunachilar olib tashlab qo'ying. Lekin zo'r narsalar. Mana borgandan keyin ham ko'rasizlar, xudo xolasa uzun bo'ladi degan. Bu yil avgust sentyabrda o'sha qo'chqor o'ziga ishlayveradi, qochaveradi, xudo xolasa. Mana jonivorlar. Xudo xolasa hamma yo'g'i chot yegan. Bitta bir dumbasi osilgan xunligini ko'rmadim. Hammasi ham rang ro'yi chiroyli, toza narsalar. Ikkinchi partiyani ham olib chiqingchi. Obunachilarga qarang. O'zi to'laydigan variantdan ekan. Sardorbek bular nima u? Bu bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq. Ha, bitta qo'chqor, bitta sog'liq, ha? Ha, bitta qo'chqor, bitta sog'liq olaman degan obunachilarimiz ham juda ko'payib ketyapti. O'shanga Pul arzonida shu. yengil Bitta qo'chqor, bitta sog'liq olaman degan obunachilar tezda allaqachib ko'rasizlar ekranda nimalarga mana. Bitta qo'chqor, bittasi urg'och ekan. Jonivorlar qarang. Shuni chorsachi. Obunachilar qarang. Haqiqiy dumbalar ham cho'tki ekan. Chiroyli dumba. Chiroyli. quloqlarni qarang Zaparjon. Quloqlarni qarang. Shalpar Ham quloq. chiroyli. Sog'liq bunisi. Ha, bitta qo'chqor, bitta sog'liqda. Ha, bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq. Sardorbek bular narxi narxi. Bularni 4 milliondan demaymiz, 3 million 900 mingdan dastavka qilib beramiz Toshkentgacha. 3 million 600 dan qilishlar Sardorbek. Unda kamayib ketadi Zaparjon. Dangal mendan ham issiq o'tib ketdi Sardorbek. Dangal gapiring. Bo'pti 3 million 800 mingdan berishsin. 3 million 700 da. 3 million 800 dan berishsin mana. 3 million 700 dan qilib beraylik obunachilar bir olib maza qilsin. Unda kamayib ketadi, o'z sog'lig'ini ham ko'ryapsiz. Bo'pti, o'rtada qilamiz. 3 million 750 da o'rtada bo'ladi. Ha, bo'pti, obunachilaringiz like bosing. Ayrini qilib berasizmi telefon qilishsa? Xudo xolasi chiroyli qilib o'tib beraman. Obunachilar telefon qilib savdolashib olasizlar, xudo xolasa qo'ylarni zo'rlar keyin oxirigacha kuzataverasizlar. 7 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Sunnatiga xudo xolasa ayrini qilib beradilar. Obunachilar mana qo'zlarni qaranglar. Haqiqiy go'zalligidan, chiroyligidan boqaman degan obunachilar tavsiya qilaman, olib tashlab qo'ying. Xohlasa bularni ham pulni narxini yo'lda qilib beraman deb yengil aytaman dedilar. Xudo xohlasa mana qarang, yuzlarini qarang, turishlarni. Stoykalarga e'tibor bering. Mana qo'chqorni qarang. Jonivor. Mana qarang. Xudo xohlasa hammasini ham shu yuzlari chiroyli, orqalari ham shu chiroyli, mana qarang. Dumba razrezlarni qarang, chiroyligini. Obunachilar haqiqiy zo'rlardan ekan. Sardorbek bu yerda nechta qo'chqor, nechta sog'liq bo'lyapti endi? 3 ta qo'chqor, 2 ta urg'ochisi bor. 3 dona qo'chqor, Bash qizil kraskada 2 tasi bor. 2 tasi urg'och ekan, ha? Ha. 3 tasi qo'chqor. Buni bitta o'ptim olaman degan obunachilarga nechta pul qilib beradi? Danga bitta obunachini qo'zlari ekan, to'g'risida buni mayda juda qilib o'tiradi emas, bu qarang. Yuzlarini qarang. Haqiqiy chiroyli. Dangal gapiring. Bu 3 million 600 dan qilib beraman. Qo'chqor sog'liq aralash ketaveradi. 3 million 300 da. Yo, unda vaqt kamayib ketadi. Dangal gapni eshitdim. 3 million 400 dan berishadi, boshqa bir so'm qo'shmaydi obunachilar. 3,5 milliondan Zaparjon. Bilaman 3,5 milliondan berasiz. Obunachilar buni ham bilib turibdi 3,5 berishingizni. 3 million 400 mingdan shu 100 Yana obunachilaringiz taraf bo'lyapti. 100 ming so'mdan arzon bo'ladi. Shunda ozdan olib baraka topsin, xursand bo'lsin. O'zi baland Mana 3 million 400 ming so'mdan obunachilar Toshkentgacha dastak. olib tashlab qo'ying obunachilar, bunu qarang. Xudo xolasa chiroyli narsalar bular hali. Kelajagi bor, bunu qarang. Xudo xolasa ikkalasi urg'och mana. Ashikalasi urg'och ekan. Qizil kraskadagi ikkitasi urg'ochi, ikkitasi uchtasi qo'chqor. Mana jonivorlar. Olib tashlab qo'ying obunachilar. 3 million 400 ming so'mdan dastlabkasi ichida qilib beradilar mana. Ketding partiyalarga o'tamiz, ha? Qaranglar. 3 dona kashtan aka mana. 3 dona Ko'kidan. ko'kidan Ko'kidan ham juda ko'pchilik so'rashyapti. Zaparjon obunachilaringizni ko'klar o'zida qo'yolmas ekan. ekan. Mana. Bu ko'klar ekan, jonivorlar. Yurish-turishlarni qarang, yuzlarini. Chiroyli narsalar ekan. Obunachilar mana. Ko'kini olaman desalaring, Sardorbek nima bular? Bular bitta qo'chqor, ikkitasi urg'och. Ha, bitta qo'chqor, ikkita urg'och, ha? Ikkita urg'och.
Obunachilar mana tavsiya qilaman 3 dona ko'kida yengil arzonini yetib kelib qopti. Bular kashtan ha? Bular ham xudo xolasa qo'shta qo'chqor, ikkita urg'ochi. Mana ikkitasi urg'och ekan ha? O'rtadagi qo'chqor. Ko'k kreskadagi qo'chqor ekan. Bu ikkitasi urg'och ekan. Yunglarni qarang, haqiqiy yunglar ham simli ekan bu qarang. Obunachilar mana jonivorlar qarang. Haqiqiy zo'r ekan xudo xolasa. Bular ham ikkita sog'liq bitta qo'chqormi? Ha, ikkita urg'och, bitta qo'chqor. Xudo xolasa obunachilar mana. Seleksiya qilaman desangiz olib tashlab qo'yinglar. Molvachida ham qo'chqor bor, ko'hlachida bitta qo'chqor, ikkita urg'ochi. Nargilachida ham ikkita sog'liq, bitta qo'chqor. Jami 6 dona ha buni? 6 dona. Xudo xolasa olib tashlab qo'ying, pul yengillaridan. Sardarbek nech pul bular narxi? Dangil gapiring. Ularni 3,5 dan berasiz Zafarjon. Endi 100 mingdan tushdingizmi? O'zi balandroq qo'yish kerak, yengil chiqaryapsiz Zafarjon. 3 million 200 dan ham to'g'ri? Unda Dangal. demak ketadi. Obunachilar maza qilsin, Sardarbek dangil gapiring. Bo'pti 3 million 400 dan qilib berasiz Zafarjon. 3 million 400 ming so'mdanmi? Toshkentga dostavka qilib beraman. Barakasini bersin obunachilar. Olib tashlab qo'yinglar 3 million 400 ming so'mdan. Sardarbek bash chicha qimmat bo'lib qoldi-da. Bo'pti yana 100 mingni o'tib beraman. Like'ni bosib, kommentariy gumbillar. Yana 100 ming o'tib berasiz. 100 mingni o'tib beraman. 3 million 300 ming 3 so'mdan. million 300 mingni hammasini olishganga. Baraka obunachilar 3 million 300 ming so'mdan olib tashlab qo'ying mana bu qo'zlarni mana. Xoros kelganda olib qoling mana shunday qo'zlarni. Ha deb ham ko'ra olmaydi bundaqa puli yengil arzonidan. Kashdan so'raganlarga, ko'k so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar mana. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga olishganga dastavkasi ichida ketaverar ekan mana. Oba tanlab olishganga 100 mingdan pilisi bor Zafarjon. 100 ming so'mdan pilisi bor ha? Pilisi Tanlab bor. olishga. Hammasini olishadi obunachilar. Buni bitta ikkita olishmaydi Sardarbek. Bo'ldi, olishsin. 3 million 300 ming. 3 million 300 ming so'mdan dastavkasi ichida yetkazib beraman. obunachilar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videogacha kuzatib turasizlar. Xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr. Hammani chorvasiga Alloh taolo baraka bersin.